S07 Comfort modeli. Xullas bu narxi juda ham arzon hozirgi kunda. Ular germanskiy texnologiyada Xitoyda sborka bo'ladi. Polniy bak, polniy elektr bilan 1200 km yuradi. Pultlari ikkita bo'ladi. Sony akustikada pamять сиденья, детский rejim, nima kerak bo'lsa hamma narsasi bor. YouTube'da ko'rdim. Bu mashinalar globalniy deyishyapti. Globalniy-da. Sovis global deb yozilgan. 15 ming dollar puli bor. Qanaqa qilib xarid qilsa bo'ladi? Misol videoni ko'rdida yoqtirib olgisi keldi. Faqat o'zini narxini 1 yildan 3 yilgacha to'layotgan to'loviga qarab 1 yildan 3 yilgacha bo'lib to'lashgacha bor. Gap bo'lishi mumkin emas. Assalomu alaykum, Swiss Farg'ona avtosaloni tomoshabinlari. Bugun sizlarni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Hozir sizlar bilan Swiss Farg'onadagi chotki avtomobillarning narxlarini va xarakteristikalarini Shuhrat akam boshchiligida bitta ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Yuringlar, ko'rsatamiz. Shuhrat aka hozir bizga birinchi navbatda budjet tomonlama sal pastroq modeldagi mashinalarni ko'rsatsangiz, eng arzonlarini, eng arzonlarini. Keyin qolganini ko'raveramiz. Sababi obunachilarimiz misol sal qimmatroq tabaqadagi mashinalarga budjetlari yetmasligi mumkin-da. Shuni hisobini olganga bo'ldi. Qani keling. Mana eng chiroyli, eng erkatoy modellarimizdan vah vah vah. S07 Comfort modeli. Bu rangi qanaqa aka? Rangi mokra asfalt deyiladi, Phantom Grey. Xullas bu narxi juda ham arzon hozirgi kunda. Skidga qo'yardik. 320 million, 315 million atrofida sotyapmiz. Mana bugundan mana kakras shu skidkalarimiz ketdi. Agar 320 million to'lashsa, paroglari, setkalari, poliglari, tonirovkalarini chotki qilib qo'ydirib beramiz. Bunaqa imkoniyat menimcha hech qaysi avtosalonda bo'lmasa kerak. Besключевой dostupi bor. Besключевой dostup bor. Двухзонный klimat kontrol, cruise kontrol, akustikalari ham mana eng zo'rlari qo'yilgan. Xullas elektropaket hamma yo'g'i, детский rejimlari bor. Lekin salonga gap bo'lishi mumkin emas ekan. Salonlari juda chiroyli mana. 20 dyumli diskalarda bo'ladi. Ranglari mo'shni ishlangan ekan. Lyuk panorama oxirigacha. Buni narxini oxirisi qanchaga beramiz? Oxirisi agar yo'q, menga navorot kerak emas aka deydigan bo'lsa 310 million, 15 millionga olib chiqib ketishaversin. Bu orqasi ham rosa katta ekan. Oq, qora, mashu rangdan bor. Xohlasa siyoh rangdan bor. Ano Okean Blue deyiladi. 7 kishi yotib olib ketsa bo'ladi. Bemalol, bemalol. Sideniyalari ham yo'q-yo'qda yuradi. Sideniyasi rosa ham orqaga tortilgan holatda ham, oyog'im meni uzun, bo'yim 1.85, shunda ham bemalol o'tiribman-da. Hech qanaqa muammo yo'q. Mana buni narxini ko'rsalaring. Eng arzon 364 million sotganmiz. Mana shu mashinani skidkada 338 million sotyaptirdik. Yangi yil arafasida mana aytyapman, 320 million to'lasa polniy navoroti bilan, yo'q menga navorot kerak bo'lsa, shu turishda ham minuraman desa 315 million qilib beraman. Hozir bu 1.5 turbo shunda, to'g'ri? 1.5 turbina. 100 litrga, 100 kilometrga rostdan 7.5 ta 8 ta benzinchi. Bu rost-a? Rost. Gap bo'lishi. O'zimiz sinovdan o'tkazganmiz buni. Orqalari umuman boshqacha tegmayotgan, to'g'risi. Juda ham chiroyli mashina. Yengilgina, shahar ichiga ham zo'r. Diskasi minimalistik, chotki ishlangan ekan, haligi xuddi juda ham chiroyli. Qimmat Merslarga o'xshaydi. Mana shunaqa. 360 kameralari bor, uka. Вообще zo'r. Oynalari, masalan uchun bu avtomatik bekiladi. Masalan uchun yosh bolalarning qo'li yo bo'yni qolib ketishi mumkin-da, bu qismaydi, qaytadi. Lyuk ham shunaqa. Orqada kamera joylashtirilgan. Kamera общий 360 bunda. Mana, elektropaket bo'ladi. Bemalol ochib ko'rishingiz mumkin. Gap bo'lishi mumkin emas. Sig'i mana kattaligini qarang buni. Orqada ham 3 ta normalniy bolalar bemalol ketadi. To'g'risi men salon rangiga вообще mazza qildim. Bitta salon rangi juda ham chiroyli. Orqadan hali mashinaga qiziqqan odam olgisi kelib ketadigan darajadagi rang ekan. Seriozim, bosiq rang qilingan ekan. Endi buni hozir mana luxury varianti. Bu ham ja unaqa qimmat emas. 403 million deb biz 377 million sotyaptirdik bu mashinani. Hozirgi kunda 364 million qilib beraman. Endi
Buni un bilan farqi, bu 1.6 turbina bo'ladi. Bu ham 7,5 ta 8 ta benzin Transporti deyarli bir xil ekan. Bir xil, ha, deyarli bir xil. Xo'p, bunda lidar bor. Oldi labovoylar qiziydi, zavodskiy registrator, 3 zonli klimat kontrol. Вообще gap bo'lishi Abduf, abagrev, orqa sideniyalar ham qiziydi и kamerasi 540 bo'ladi. Voy. Kameralar. 360 emas, 540. Sony akustikada bo'ladi. Sonyda bo'ladimi? Pamyat sideniyalarigacha bor. Bu ham 7 kishilik, lyuk, голосовой hamma bor. Endi yana bitta narsani aytib qo'yay. Bizning hamma mashinamiz o'zbekcha, ruscha qilingan. Demak, bizdan olgan odam rasxod qilmaydi. To'lig'icha o'zbekcha gapiradi, shunaqa. Hammasi bor. Gap bo'lishi mumkin. Xo'p, akustikasiga keladigan bo'lsak, Sony dunyoda ovoz chiqarish bo'yicha birinchi o'rinda turadigan kompaniyalardan biri bo'ladi. Endi Top 5 talikka kiradi. o'ylashlaring mumkin, Malibu'da ko'pchilik aytadi-da, ovoz chiqarishi вообще zo'r deb. Malibu'da ovozini choyni ichirib tashlaydi bu akustika. Salonlariga gap bo'lishi mumkin emas. Minimalistik, cho'tka qilib ishlangan ekan. Aka, yana bitta savol. Xitoy mashinalarida juda ko'pchilik kapotini ostini bitta ko'raylik. Bemalol. Dabdala bo'ladi deyishadi. Bitta ochib bersangiz, hozir buni obunachilarimiz ko'rsa. Endi usti yaltirar, ichi qaltirar deydi-yu. Unaqa Yo'q, emasmi? bular bunaqada ukajon. Bular germanskiy texnologiyada Xitoyda sborka bo'ladi. O'zi motori Mitsubishi bo'ladi, yaponskiy. Chotki, hamma narsa chotki joylashtirilgan. Juda ham chiroyli. Ishlashlari ham, ovozlari ham chiroyli. Bitta yurgizib ko'rsak bo'ladimi? Bemalol. Yurgizib beraymi, ko'rasizlarmi? Bitta yurgizib men ham. Tabiiy tursin, mikrofon shetda. Ovoz qalay chiqyapti. Bunda ham slipoy zonalar bor uka. Xullas, yo'q narsani o'zi yo'q. Besключевойлari sensor bo'ladi. Ma'lumot uchun mikrofonda hech qanaqa sun'iy ovoz ishlatilmagan. Bitta eshitishlaring mumkin motordagi haqiqiy ovozni. Bu hozir sovib turibdi. Shovqin yo'qda, umuman shovqin yo'q. Bu hozir sovib turibdi. Ozgina sal qizigandan keyin yana ham pasayadi ovoz. Demak, yana ham ovoz bundan ham pasayadi. Equinox'larda qanaqa? Misol Captiva'larda yurgizasiz. Birinchi ozgina balandroq bo'ladi, ayrim bir muddatdan keyin sekin pasayadi. Moy haydash hisoblari bor-da. Yo'q, endi baribir qiziganda ichi ozgina gap bo'lishi mumkin emas. Endi mana yonida turaman, misol kapot berkitilgandan keyin ovoz deyarli eshitilmayapti. Misol ko'chada yuradigan bo'lsangiz, elektromobilda yurganda qolib qolar ekan. mana pasaydi. Mana qarang, ovoz umuman yo'q bo'lib qoldi hozir. Ochib bering, yana boshqa. Ochib bering. Voy. Ovoz deyarli motordan umuman eshitilmayapti ham. Faqat remellarda hozir buni yopsiz, ovoz eshitilyapti xolos. yopingda yana ham ovozi yo'q. Вообще yo'q. Gap bo'lishi mumkin emas. Aka, yana qaysi mashina bilan bizni hayron qoldirasiz? Endi buni qolgan funksiyalar. Endi bu 07'larning akalari bor. S09 Premium 2 turbina motor. S09 gibrid maxi bo'ladi, eng full. Premium emas, gibriddan bitta boshlaylik bo'lmasa. Bo'ldi, gibriddan boshlasak, mana gibridimiz 270 bitta ot kuchi, общий, полный bak, полный elektr bilan 1200 km yuradi. Bunda ham Equinox choyini ichirib tashlaydi. Ichirib yuboradi. Bu degani bundan xullas qarangda uka, bunda ham besключевой доступ, слепой zona. Xo'p. Adaptivniy cruise control, multimedia, zavodskiy освежитель. Xo'p, pultlar ikkita bo'ladi. Sony akustikada pamyat sideniya, детский rejim, nima kerak bo'lsa, hamma narsasi bor. To'g'risini pultiga вообще maza qildim. Hoji aka, agar oladigan bo'lsangiz, bittasi o'zingizga, bittasi ayolingizga bo'ladi. Kelinimizga bo'ladi. Maza qilib haydab yurasiz ekan. Endi sidenga joylashadigan bo'lsa, misol bo'yim nocha, bo'yli odamman, lekin men o'tirganimda ichida kichkinagina bo'lib qolyapman-da. Mashina juda ham katta. Gavdali odamlar o'tiradigan bo'lsa, juda ham katta. Mana men o'zim ham 100 kilodan ortiqman. O'tirsam, maza qilaman shu mashinaga. To'g'risi, umuman gap bo'lishi mumkin. Keyin yana bitta fishkasi bor buni. Mana misol uchun bozorlardan to'la paket bilan chiqib qolasiz. Mashinamiz bekib turibdi. Hozir yoqib qo'ygan ekansiz, hozir o'chiraylik buni, mashinani. Mana o'chirdik. Mana hozir bozordan to'la qo'lingiz bilan chiqdingiz, pultni yoningizda. Kelyapsiz, mana chiroq yonib turibdi. Shuni qo'yyapsiz.
o'zi ochib beryapti. Gap bo'lishi mumkin. Narsalarni Demak, shunday bu yuklayapsiz. lazer yordamida ishlaydi, shundaymi? Ha, o'zini Oldingidaqa bunaqa sensorlari qilib bor. tagiga oyoqlatib Yo'q. ishlar Uje ular modadan qoldi. modadan qoldi. Keyin yopasizda Gap bo'lishi mumkin. ketaverasiz. Endi yana bitta narsa, buni qarang. Menimcha bu Toyota'larda bo'lardi, Mercedes'larda. Buni ham patologida deflektorlari bor. Bu deflektorlar o'sha pechka yo bo'lmasam issiq sovuq xullas konditsionerda orqada o'tirgan odam ham o'ziga moslab ishlatib ketaveradi. Orqada ham sensor yordamida misol boshqarsa bo'ladi, shunaqami? To'ppa-to'g'ri. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana koja, nappa koja bilan qoplangan sideniyalarimiz и alkantaraga kombinatsiya qilingan. Qilingan. Ajoyib. Yoritish sistemasi qanaqa bo'ladi buni? Pasvetkalari 62 xil bo'ladi. Xohlasangiz, xohlagan rangingizga qo'yib olaverasiz mana. O'zini didiga moslab, O'zini didiga moslab, ko'k, sariq, yoqqanini qo'yib olaveradi. zo'r. Pastda logotiplari yonib turadi hammasiniki. И eshiklarida ham bor. Bunda zavodskoy parog bo'ladimi yoki alohida qilinadimi? Bu alohida biz endi klientlar uchun vitrina bu. Vitrina tayyorlab qo'yib, Shunaqa qilib bersa, qilib beraveramiz. berilaveradi. Problem Bo'lishi yo'q. mumkin emas. Qarang, diskalari juda ham chiroyli ishlangan ekan. Juda ham chiroyli. Balonlari qalin, hali misol 20 diskalar bor. ingichka qilib qo'yilmagan ekan Yo'q, balonlar. yo'q. O'ziga endi- yarashganda. Jaydari qilib gapirganda bu mashinada toqqa ham, boqqa ham, to'yga ham, любой joyga Joy ketaveradi. tanlamaydi. Tanlamaydi. Eng Ot qizig'i, kuchi 270 oladi, buni tuning qilib yotmaydi. Tayyor Yo'q, minish, tayyor tayyor minish. holatda ekan. O'sha bu joyini aytmoqchiman. Baloni misol orqaga yarashgan, baloni kichkina emas, gavdasiga nisbatan, orqasi ham kenginada. Misol Buni orqasida ikkalamiz ham bemalol o'tirib ketaveramiz. Kengligi bo'yicha. Kengligi bo'yicha. Ajoyib. Keyingi mashinamiz qanaqa bo'ladi? Keyingi mashinamiz mana 2 turbina. Bu yangi keldi Farg'onaga. Agar buni xo'p, mana shu mashinani mana shu rangda men o'zim ham yoqtiraman. Juda ham chiroyli rang. Mashinaga juda ham yarashgan. Agar shu mashina bu 2 turbina. Agar shu mashinani kimdir xarid qilsa, shu odamga o'zimning nomimdan ham Aynan shu rang uchun. Shu rang uchun o'zimning nomimdan ham podarkasi bor. Farg'onaliklar bosib boradigan joyi. И Harakat qilinglar. mana 459 million 700 ming sotilgan bu mashina. 429 million skidkada. Bundan ham yana 49 million so'm skidka qilib beramiz. Shunda qanchaga aylanadi bu? 390 million so'm. Voy. Bunda ham o'sha aytganimdek 360 kamera, labo'ylar qiziydi, rullar qiziydi, besключевой достуp, Michelin ballonlarda eng zo'ri. Demak, bu Michelin ballonda chiqadi, Michelin oddiy ballon. ballonda emas. Yo'q, Firmenniy oddiy. ballon emas, ofitsialniy Michelin ballonda Michelin chiqadi. ballondan chiqadi. Michelin ballonda juda ko'pchilik biladi, qimmat mashinalarda ishlab chiqariladigan ballon. Ichini bitta ko'rib qo'yamiz endi. Bemalol. Bu ham eng full pozitsiyasi. Bunda ham hamma narsasi bor deyarli. Shundan bor narsalar bunda ham bor. Ortiqcha detallar hech narsa yo'q ekanda. Shunday Yo'q. o'tiradi, maza qilib. Bunda ham Abduf. Chalg'amasa, minib ketadi, to'g'rimi? Ha, bunda ham Abduf Abagrev, orqalari qiziydi. Xullas, pullar o'sha bir xil. Bu uje 2 turbina modellarimizni bilsangiz oldin bilgan bo'lsalaring, lyuklari bo'lmasdi. Bunda luklar ham bor ekan. Bunda lyuklar, panorama lyuk oxirigacha. Bu ham Sony akustikada. Xullas, bunda ham hamma narsa bor. Bunda ham podsetkalari bor, xohlaganiga qo'yib minaveradi. Luki bo'lib ham kichkinagina qilib qo'yilmagan ekan. Yo'q, oxirigacha panorama. Katta qilingan ekan. Orqalariga bitta e'tibor berib qo'yamiz endi. Orqalari ham juda chiroyli. Qarang, Mana o'zi tayyor karbonoviy bo'lib kelgan. nikellari juda bir boshqacha vidda ochib turibdi lekin. Juda ham chiroyli mashinamiz. Qarang. Juda ham go'zal. Bu ham 7 kishilik bo'ladi. Hop. Orqasi buni ham keng. Xohlasangiz mana bagaj qilaman desangiz agar. Mana bagaj. Mana bagaj juda ham katta, 580 litr. Baytga ancha-muncha narsa sig'ib ketadi-yu. O'tirib ketayotganda mana telefon qo'ygani, suv qo'ygani, bir narsalar qo'yib ketgan joylar ham bor. Sharoit vaqti. Ha, mana. Haqiqiy odamlar maza qilib minish uchun, odam uchun ishlab chiqarilgan mashina deb shuni aytsa kerak. To'ppa-to'g'ri. Voy, Buni voy. hamma narsasi bor. Даже Gap bo'lishi mumkin. bajarning nimalarini ham o'ylagan. Holatlarni ham o'ylab qo'ygan ekan.
Xullas mashinalarimiz zo'r. Bitta bosasiz, sekin tushib oladi. Tushib oladi. Keyingisi Bunisi mana shu ko'rgan mana S09 Max'imizni qora rangi, faqat buni ichi juda ham boshqacha. tam qora ekan rangi lekin. Qop-qora rang. Mana ichi yashilga oq kombinirованный qilingan. Bunda ham alkantaraga kombinatsiya bo'lgan. Balotoviga oqda ham jemchug rang deyiladimi bu? Oppoq emas, jemchug rang. Jemchug rang. Shunaqangi vidni ochgan. Qaymoq rang degan bo'laveradi. To'q rang bo'lganini hisobiga jemchug rangni qilgan dizaynerlar buni ustida menimcha ancha yil bosh qotirgan bo'lsa kerak. Chunki juda ham bir boshqacha ochganda bu. O'tirsangiz ham maza qilasiz. Xullas yumshoqqina, juda ham zo'r mashina. Gap bo'lishi mumkin emas. Demak, bu mashinalarda ham xarid qilgan odamlarga tonirovkalari, poliklari, Qilib beramiz. haroglari, Hamma narsasini qilib beramiz. eng qizig'i oldidagi radiatorning setkasigacha Setkasigacha mutlaqo qiladi. bepulga qilib berishar ekan. Chiroyli Yana qanaqa qilib. afzalliklari bor? Endi kelishsak, xullas hamma narsasini qilib beramiz. Misol mashinani olaman desa, naqd yo kredit yo bir bo'lib to'lashlarga ham bor hammasi. Bu ham S07 aka. S07 ni bu ham o'sha o'rtada turgan ikki turbinani rangidan bir xil. Buni ichi mana boshqacha buni ham. Bu Qizil. komfort pozitsiyasi shundan to'g'rimi? Bu luxury pozitsiyasi. Luxury'si bu. Luxury pozitsiyasi. Bunda hali aytib o'tganimdek 540 kamera, 3 zonli klimat kontrol, обдув, обогрев, память сидения, adaptivniy kruiz kontrol, avtopilotlarigacha bor. Mana rulning orqasida lipistoklargacha bor buni. 3 xil rejim, sport, ekonom, komfort. To'g'risi, nari tarafda ham mashinalarda salonlarini ko'rdim. Ranglariga gap bo'lishi mumkin emas, lekin именно menga shu rang boshqacha yoq. Juda ham chiroyli. 2026-yilda o'sha odamlar qora, oq rangdagi mashinalardan Juda to'ydi odamlar. bunaqa tashqarisi ko'k, yashil, seri, shunga o'xshash ranglarga katta ehtimol bilan o'tadi, lekin salonni rangi umuman gap bo'lishi mumkin emas. Bunda ham podsvetkalar bor ekan. Podsvetkalar bor, xohlagan rangga qo'yaveradi. Eng zo'r tomoni zavodskoy registrator fleshkani qo'yapti, o'zi zapis qilib ketaveradi. Bunaqa imkoniyat qaysi mashinada bor aka? Keyin bunda ham beskучевой доступ и голосовой alisalarigacha bor. Eng qizig'i o'zbekcha. O'zbekcha, ruscha, inglizcha, xitoycha, O'zini xohlagan tiliga moslab olaveradi. xohlaganidan bor. Bular endi bu mashinalar sizga mana aytaman, uka, bu mashinalar Yevro standartdan o'tgan mashina. Haqiqiy Yevro standartdan o'tgan. Hozir Dubayda ham populyarni bo'lyapti. Rossiyada endi gapirmay qo'yaylik. Yaqinda ham nimada ko'rdim? YouTube'da ko'rdim. Bu mashinalar globalniy deyishyapti. Globalni-da. Sovis global deb yozilgan. Globalniy ekan, misol ayrim mashina firmalari faqat O'zbekiston uchun, Rossiya uchun ishlab chiqarilgan bo'lsa, misol G-turlari, lekin bular dunyoni xohlagan davlatida minish uchun Yevropa standartlariga moslashtirib To'ppa-to'g'ri. ishlab chiqilgan ekan. Yevropa standartidan o'tgan. O'sha bilsangiz, hali Piskentga qatnab yurishganda ham bizning mashinalar Piskentga bormasdi. Endi Piskent yo'qolib qoldi hozir. Ungacha ham bizning mashinalar Piskentga bormasdi. Motor garantiyalari qanaqa bo'ladi? 150 ming kilometr 5 yilgacha, bu S07larimizgacha, 200 ming kilometr 6 yilgacha, S09larimiz barcha modellar. Gap bo'lishi mumkin emas. Servislar o'zimizda, misol uchun Farg'onalik bo'ladimi, Toshkentlik bo'ladimi, Samarqand, Buxorolik bo'ladimi? Kim bo'lsa ham Farg'onaga kelib qolsa, shu yerda agar shu servisga ish tushadigan bo'lsa, bemalol kelaveradi. Shu yerda o'zida ishini bitirib beramiz. Servislarimiz bor. Muammosi bo'lmaydi. Bu mashinani ham misol Bizdan olganlar ham любой joyga borib qildiraveradi. qildirib, muammosi bo'lmaydi. Muammosi yo'q. Boshqa viloyatliklar, boshqa shaharliklar agar Farg'onadagi Suyist avtosalonidan mashinani xarid qiladigan bo'lsangiz, servis tomonlama hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Boshqa shaharga, boshqa viloyatga borganingizda ham sizni misol rad qilmaydi. Katta ehtimol bilan bular buzilib qolmaydi, ko'ryapsiz. 5 yil, 6 yilga hech qaysi mashina kompaniya misol garantiya ancha-munchaga bermaydi. Tem bo'li 150 ming kilometr. Yana bitta narsa aytib qo'yay aka. Shu mashinalardan hamma shu yangi yilgacha xarid qilgan odamlar, misol ayol kishilar bo'ladi. Misol uchun menga оформление qilib bering deydi. Boshqa shu bepul qilib beraman. Lentalari, fotosessiyalari, hamma yo'qni chiroyli qilib. Mana Oyatullo ukamiz bor. O'zi chotki qilib lenta qilib beriladi. Misol aka ko'ryapti turgan bo'lsangiz, kelinoyimga shuni olib beradigan bo'lsangiz, chotki qilib shu yerda bezab
fotostudiya, foto xizmatlari, video xizmatlarini ham tayyorlab berishadi. Mutlaqo ichida bepul. Bepul. Gap bo'lishi mumkin emas. Garantiyalari o'sha aytib o'tganimizdek S07larga 150 ming kilometr 5 yil, S09larga 200 ming kilometr 6 yil. Yana bitta narsa aytay uka, bizdan xarid qilgan odamlar Hop. GAI xizmatlariga ham qiynalmaydi. Bankda ham iloji boricha shetda qilib beramiz. Xohlagan nomeridan qilib beramiz. Demak, nomer ichida. Nomer ichida. Nomer ichida deganimki, просто xizmat ichida, xizmat ichida. Xizmat ichida. Misol keladigan bo'lsalar, shu yerda xodimlar cho'tka qilib sizlarni kutib olib, ishlaringni tezda bitirib berishadi. Bitta kofeni ichib, ishlaringni bitirib ketasizlar, xudo xolasa. Lekin salonni dizayni juda ham chiroyli chiqqan ekan. Men bitta narsaga maza qildim, soya umuman chiqmayapti-da. Bu syomka uchun juda ham bir har tomonlama qilganmiz. Men bitta narsaga e'tibor berdim. Hamma tomonlar ham bir o'zini yo'liga-yu. Swift'ni o'zini logotipi bor ekanda. Menimcha katta ehtimol bilan shu 3 tali chizib, Swift o'zini naqshida tepaga tushirilgan ekan. To'ppa-to'g'ri. Mana endi hech kim sezmagan, siz sezibsiz. Shu narsani ko'rib qoldim-da. 3 ta logotipga moslangan. Gap yo'q. Tepadagi xonalarda ham sonini qaranglar, 3 ta. 1, 2, 3. Umuman gap bo'lishi mumkin emas. Endi manzilni bitta tushuntirib qo'yamiz aka. Manzilimiz uka mana Katuni chorrahasi. Yo'q, Muhayyo. Hamma biladi Farg'onada. Tatuni chorrahasidan kelganda o'ng qo'lda, Muhayyon chorrahasidan kelganda chap qo'lda. 64-eski 64-avtobaza bor, shuni ro'parasi. Mana Swift avtosalon. Swift avtosaloniga kelaverasizlar. Bemalol kelaverasizlar, qo'ldan kelgancha. Agar topgani qiynaladigan bo'lsalaring, xodimlarga telefon qilsalaring, pastda nomerlar yozib qo'yganmiz. Instagramimiz bor, sahifamiz, Telegram sahifamiz bor. Instagram Swift Farg'ona deb yozilsa chiqadi. Aytdi, nomerlarimiz, manzillarimiz, telegramlarimiz hamma yo'g'imiz bor. Bemalol podpiska bo'lib bizga xohlagan ma'lumotni olishsa bo'ladi. Mutlaqo bepulga konsultatsiya bo'ladi. Bu yerda bemalol aloqa. Test drive'larimiz bor mana uka. Kelsa mana. Test drive'ga mashinalar hamma mashinamizdan test drive bor. Yana bitta narsani aytish, so'rash esimdan chiqib qolibdi. Muddatiy to'lovga. Misol kimnidir 15 ming dollar puli borda, misol mashinamiz 390 million bo'ladigan bo'lsa, 15 ming dollar puli bor. Qanaqa qilib xarid qilsa bo'ladi? Misol videoni ko'rdida, yoqtirib olgisi keldi. Endi misol uka bunaqada biz muddatli to'lov deganda biz skidka ta'sir qilmaydi. Faqat o'zini narxini 1 yildan 3 yilgacha to'layotgan to'loviga qarab 1 yildan 3 yilgacha bo'lib to'lashgacha bor. Gap bo'lishi mumkin emas. Demak, xohlagan paytlaring, kelsalaring, uzoqdan kelgan odamlarga ham sharoitimizni qilib beramiz. Qilib beramiz. Boshqa shaharlardan, boshqa viloyatlardan. Bo'y sharoitini qilib beramiz. Tezda pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib foydalana oladigan joyi. Hurmatli obunachilar, bizga vaqt ajratib, shu videoni ko'rganlaring uchun sizlarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolar o'tkazib yuboramiz shunda. Xudo xolasa, cho'tka yangiliklarni sizlar bilan birgalikda ko'rib boramiz. Like bosib, podpiska qilish esdan chiqib qolmasin.